Bugun oshxonada ishlatiladigan qozon, skоворodka, mantiqozqonlarni oqartirishni birgalikda o'rganamiz. Bu doimo bu usul ishonchli, oppoq bo'lib, haqiqatan ham ko'nglingizdagidek oqartirib beradi. Buning uchun bizga uksus kerak bo'ladi. Oziq-ovqat uksusi, kirsovun kerak bo'ladi. Qog'oz kley, albatta sifatli bo'lsa, yana ham chiroyli bo'lib oqaradi. Oshxonada ishlatiladigan non soda kerak bo'ladi. Avvalo ishni kirsovunni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Shundan boshlaymiz. Harakat qilishimiz kerak tozalikka. Mana qirg'ichdan chiqarib oldik. Endi kattaroq idishga suv quyib qaynatib olamiz. Albatta skоворodkani bog'ichlarni yechib olishimiz kerak. Mana bu skоворodkani bog'ichi hech ham yechilmadi. Bunisinikini esa osongina yechib oldim. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Sizga yoqayotgan bo'lsa videolarimiz, albatta like tugmasini bosing. Endi bizni kuzatishda davom etayotgan muxlislarimizga kanalga obuna bo'lishlarini so'rab qolaman. O'z fikr mulohazalaringizni bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ba'zan qozonlarimiz juda ham qalin, mog'orlashib ketgan bo'ladi. O'sha nagarlarni ketkazish uchun 2 marotaba, 3 marotaba ham harakat qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Qani sinab ko'ramiz birgalikda. Bizniki bir martada qaysi buyumlarimiz chiroyli bo'lib oqarar ekan. Kattaroq idishga suv quyib olamiz. Yaxshilab qaynab chiqqandan keyin birin-ketin mahsulotlarimizni solamiz. Avval non soda, undan keyin uksus, undan keyin qirg'ichdan chiqarilgan kirsovunni va so'ngra kleyni solamiz. Boshida qaynayotganda suv ko'tarilib qozondan toshib ketadi. Siz bundan xavotir olmang. Sababi mana shu jarayonda oqarish jarayoni yuzaga kelayotgan bo'ladi. Ozgina sovuq suv solib qo'ysangiz, yana o'z holida qaynashda davom etadi. Mana shunday holatda 2 soat idishlarimizni qaynatib olamiz. Olovni bir xilda yondirishga harakat qiling. Mana 2 soat o'tdi oradan. Endi harakat qilamiz ketkizishga. Ba'zan idishlarimizdagi yuqorida aytib o'tganimdek kirlari sekinroq ketdi. Shuning uchun yana qaynatib olishga harakat qildim. Endi bir martada oqargan idishlarimizni ko'zdan kechiramiz. Mana idishlarimiz juda ham chiroyli bo'lib, oppoq holatiga ketdi. Bundan yana 2 marotaba qaynatib olsangiz ham bo'ladi. Lekin o'zi bir martasida ham yaxshi oqardi. Siz ham albatta bu usulni qo'llab ko'ring. Albatta sizga yoqsa, ma'qul kelsa, fikr va mulohazalaringizni kutib qolaman. Keyingi videolarimizda qozon oqartirishni, boshqacha usullarni ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, sizlardan iliq fikrlarni kutib qolaman. Keyingi videolargacha sog'-omon uchrashgunimizcha Allohga omonat bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.